Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana yana bir xizmatimizda o'z nihoyasiga yetkazib bermoqdamiz. Bu go'zal xizmatimizni Namanganda o'z nihoyasiga yetkazib bermoqdamiz. Ko'rishingiz mumkin, bu xizmatimizning ko'cha shopkalari juda go'zal holatda qilib bitirib berilgan. Shohsiz tadbirlar qo'yilib, shopkalarni ham yopib go'zal holatda qilib bitirib beryapmiz. Azizlar, eslatib o'taman, joriy kvadratdan turgan kvadrat ko'proq ketadi. Chunki turgan kilishi va o'zgartirishlari ham bor. Shularni ham inobatga olib qo'yamiz. Azizlar, mana ichki shapkalarda ham ko'rishingiz mumkin. Ichki shapkalar ham juda ham go'zal holatda, ichki shapkalarimizga ham tardonlardan qo'yib juda ham go'zal holatda qilib bitirib beryapmiz. Azizlar, eslatib o'taman, tardonimizning metri 70 ming so'mdan tardonimiz alohida hisoblanadi. Azizlar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Telegram va WhatsApplarimiz ham bor. Azizlar, aytgancha biz xizmatimizni oldin faqat vodiy bo'lib amalga oshirayotgan edik. Endi Sirdaryo, Samarqand, Jizzax bo'ylab amalga oshirayapmiz. Shu yerlardan bo'lsangiz ham ekrandagi raqamlarga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Ishimizni ko'rib, o'z fikringizni kommentariyada qoldirib qo'ying.